Ma'arif madaniyat uchur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyali o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5 dan boshlab aloqa adreslarimizga qo'shib qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. 15. Oy to'ldi Aliga o'zining davlat, ya'ni baxt, saodat ekanligini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, oy to'ldini chaqirdi. Oy to'ldi ichidan so'yindi. Oy to'ldi kirib uduludi o'ri turdi. Ali beri kelib o'ltir deb ishorat qildi. Oy to'ldi yenidan bir to'pni chiqarib va uni ostiga qo'yib o'ltirdi. Ali xilma-xil bilimlar haqida so'radi. Oy to'ldi so'z echib javob berdi. Ali so'yindi va yuziga kulki yugurdi. Oy to'ldi uni ko'rib ko'zini yumdi. Ali so'zdan to'xtab untin chiqamadi. Oy to'ldimi ko'zini yumgunicha faqat ochmadi. Ali yana so'zga kirishib savol so'radi. Oy to'ldi javob berdi-da chiroyini turdi. Ali oy to'ldiga har jihatdan sap soldi. Uning bilimi, aql, idroki borlig'ini to'liq sezdi. Ali so'yinib baxti va ko'ngli xursand bo'ldi. Ammo oy to'ldi tezla yuzini o'rib oldi. Alining oy to'ldiga aytqanlari. Ali g'azablandi, chiroyi tutildi va dedi: "Hey, oldirong'uliq odam uchun yomon ish. Bu navbat men o'zim xato qildim. Nima deb birovga so'z ochqandiman? Bilimli kishining nima deganligini angla. Oldirab qilingan ishlar yillab o'kinish bo'ladi. Oldirab qilingan ishlar doim ham bo'ladi. Oldirab ham pishirilgan oshni yeysa kasal bo'ladi. Oldirong'uliq barliq xatoliklarning beshi. Egri besiqliq yaxshilarning ishi. Oldirong'uliqim shuki, seni tushunmay, xizmatda sinab ko'may turib o'zimga yaqin tutdim. Bagla har qanday bir xizmatchi qo'lini xizmatga selib ko'rib, ondan yo'lida g'amxo'rlik qilsa bo'ladi. Xizmatda pishirish, sinash va bayqash kerak. Qadr qimmatni bilsa, ondan yuqori ko'tirish lozim. Oy to'ldining Aliga savoli. Oy to'ldi aytdi: "Ey davlatlik Ali, nimaga g'azablanib o't bo'lib yonding? Gunohim nima ekanligini o'zimmi bilmayman. Uni aytib bersang va so'zimni boshqadan anglasang bo'ladi. Agar xatoliqim bo'lsa, meni jazolig'in, ixtiyor senda. Agar xatoliqim bo'lmasa, menga chiroyingni turma." Aql parasat bu to'g'rida qiyosiy ma'ni bilan o'xshitib nima deganligini angla. Xizmatkor xatolashsa, uni chaqirtish kerak va nemishqa xato qilganligini so'rash lozim. Agar xatoligi bo'lsa, uni jazolash lozim. Yo'q bo'lsa, ko'p yaxshilik bilan xushal qilish kerak. Alining oy to'ldig'i javobi. Ali yanala g'azablanib so'z boshladi. Dediki: "Ey bilimsiz ahmaq odam, o'zingga qarag'in. Mening oldimda kim eding? Sana bundoq kibr qayerdan keldi? Xizmat ko'rsatdimikin desam, ko'rsatgan xizmating yo'q. Nabbadimikin desam, foydangning tayini yo'q. Xizmat ko'rsatmasangmi, qadrlab marhamat ko'rsatdim. O'rin bergan edim, biroq meni kamsitding. O'ltirish uchun ostinga to'p qo'yding. Obdan tushan. To'p o'ltiradigan narsami? Men sana so'zladim, so'zlaringni angladim. Ko'zingni yumgan eding, hayron qoldim. Bunimi kechirdim. Yana sana so'zladim. Nimishqi yuz o'rganligingni menga aytib bergin. Donolardan bundoq bir so'zni anglaganmiding?
Belki yaqin bo'lsa, o'zini qattiq ko'zatgulik. Otang yoki onang, ey o'g'lim, begingi o'zingni tanqinma deb aytmaganmidi? Sana do'stlaringning yigit beshi, begingni kamsitma, beshingni qo'g'da deb topshirmaganmi? Baglar bir o'ttir ki, bu o'tga yaqin borma. Agar yaqin bo'lsang, jazman ko'ysan. Bexud bo'lma. Baglar ko'yayotgan o'tdir. Ko'yayotgan o'tga yaqinlashsang, bu sana jut bo'ladi. Sapsalsang, baglar ko'yar o't hisoblanadi. Kamsitsang, beshingni uzib, qiningni sho'raydi. Sana ortiqcha nazar og'dirsan, uningdan qo'rqin. Agar qo'rqmasang, kuch bilan qo'rqitadi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 16. Oy to'ldi, Aliga baxt davlat sifatini aytdi. Oy to'ldi kulib dedi. Hammani tushundim. Buni so'ragan ekansan, so'zimni angla. Hozir bu ishlarni bilib turib qildim. Senmi buni bilishing kerak edi. Sening qishingga kelganlikim va ko'rsatganlarim mijoz odatim edi. Sen o'rin berding, lekin men o'ltirmadim. Mening o'rnim yo'q. Buni sen bilgin deganim edi. Bu so'zni isbotlash va o'zimga o'xshash narsani ko'rsatish uchun to'pni yerga qo'ydim. Chunki to'p bir o'rinda turmaydi, domalab ketadi. Davlatmi shundoq, men domalab ketaman. Sen menga so'yinib qaraganda, ko'zimni yumganligim, o'zimning qanday narsa ekanligimni ko'rsatganligim edi. Bugun men davlat, u qarg'uga o'xshaydi. Kimki menga ilinsa, shunula tutaman. Sen qayt so'zlaganda, men so'zladim. Kulib qarag'iningda yuzimni yoshirdim. Men o'z odatimni sana ko'rsatdim. Mejazim turoqsiz, menga ishonma dedim. Beshidan ko'p ish kechirgan oqsoqolning turkcha masal keltirib nima deganligini angla. Ey baxtli odam, birdamlik baxtga mag'rurlanmag'in. Ey atoqliq odam, sen baxtga ishinib ketma. Oqar suv, ravon til va bu baxt turmaydi. Tinmasdan yurib dunyoni kezidi. Baxt ishonchsiz, vafosiz, turoqsizdir. Ketganda tez uchidi, oyig'i tayg'oq. Aligning oy to'ldig'i suoli. Ali aytdi: "Uxtum, so'zing oydinlashdi. Xatolikning o'zrini so'rab, o'zing qutulding. Endi menga ayt, fazilating nima? O'ktam tiling nemishqa cho'ng so'zlarni so'zladi?" Oy to'ldining Alikka javobi. Oy to'ldi aytdi: "Fazilatim ko'p. Kishilarga naf tegsa, meningdan tegadi. Qarasang, mijozim yumshoq, yeshim kichik. Men borliq baglik va buyuklikka o'tkal. Yuz husnim chiroyli va qiliqim go'zal. Tilagan orzularimga qo'l yetkizdim. Men qayerda bo'lsam, hammasi orzu qiladi. Men bilan birga yuridi va menga bog'lanadi. Rohat men bilan, mushaqqat meningdan tozadi. Xushallik men bilan, qayg'u menga yo'lamaydi. Kim menga qarshilik qilsa, qiynalib o'ladi. Kim menga bo'yin egsa, orzusiga erishadi. Meni uraman deguchilar o'zi uriladi. Bosaman deguchilar o'zi besiladi." Buningga taqlidan bu so'z yodimga keldi. Bilimlik yaxshi kishilar buni anglasin va o'qisin. Baxt qayerda bo'lsa, uningga bo'yin eg, ap bo'l. Agar baxtni rad qilsang, qayg'u bilan elishsan.
Baxt kelsa, inson haqiqiy saodatga erishadi. Tuman orzusiga yetib halovatda yashaydi. Alining aytoldig'i savoli. Ali dedi: "Bu fazilatlaringni uqdim. Aytqin, sening nuqsoning bormi? Buni bilay." Aytoldining Aliga javobi: Aytoldi aytdi: "Kishilar menga yola chaplab, nuqsonim yo'q bo'lsa-mu, lekin bor deyishidi. Nuqsonim shuki, insonlar meni turoqsiz deb kishilarga aytib yomonlab yurishidi. Turoqsizlikim men uchun nuqson emas. O'zimga doim yangi narsa tanlayman. Barliq ko'ni narsalar ko'rimsiz bo'ladi. Ko'rimsizning aybi yirginishlik bo'ladi. Yangi narsa boyada ko'nining nima keragi? Esil narsa boyada xunuk yomonning nima keragi? Bilginki, hamma lazzat yangi narsada bo'ladi. Lazzatni tilab kishilar qattiq mushaqqat chekadi. Bu odatim uchun meni turoqsiz deb so'kishidi. Bu nomim uchun menga ayb to'qishidi. Botur buningga taqlidan aniq aytdiki, bilsang uning ma'nosi bu so'zga guvohdir. Yaratilgan narsalar yo'qolg'usidir. Yaratquchi Xoliq xolig'ini qiladi. Tiriklik degan shamoldek o'tib ketadi. Qochidi, tutib bo'lmaydi. Uningga kim erishalaydi? Bu baxtga mag'rurlanma. U keladi va yana ketadi. Bu davlatga ishonma. U beradi ham oladi. Bu davlat turoqsiz bo'lmasa edi, ey qozam, baxt nima degan yaxshi narsa bo'lar edi. Bu davlat kelib yana ketmasa edi, yo'rig'an kun yana qorong'ulashmagan bo'lar edi. Alining aytoldig'i savoli. Ali dedi: "Bu turoqsizligingni uqdim. 100 o'rib ketdi ekansan. Turg'unliqingmi bo'lamdi?" Aytoldining Aliga javobi: Aytoldi dedi: "Mening o'zim va qiliqim kiyikdekdir. So'z tamom. So'yib orzu qilganlar menga tez erishamaydi. Agar erishsa, tutib turolmaydi, tezli zoyi qilib etadi. Menga erishgan bak mahkam tutsa, so'zimni kesib aytamanki, uningdan qocholmayman." Alining aytoldig'i savoli. Ali dedi: "Aytqin, bu turg'unliqing nimada? Seni bog'laydigan qandoq kishan u?" Aytoldining Aliga javobi: Aytoldi dedi: "Meni bog'laydigan kishan bu bir qancha narsadir. Qara, ulardan belgi beray. Menga erishguchining mijozi kamtar bo'lishi, ko'ngli muloyim, so'zi yumshoq bo'lishi kerak. U o'ziga ehtiyot qilishi, hargiz chekidan chiqmasligi, yomon yaramas ishlarga yaqin yo'lamasligi kerak. Yiqqan melini o'z loyiqida ishlatishi, qiliqi mijoz xulqiga bob hayot kechirishi kerak. O'zidan cho'nglarga xizmat ko'rsatishi, o'zidan kichiklarga shirin so'zlik bo'lishi, mag'rurlik bilan kishini kamsitmasligi, o'zidan kichiklarni zanglik qilib xorlamasligi kerak. Ichimlikka behuda berilmasligi, melini behuda isrof qilmasligi kerak. Qo'l va tili bilan o'yinga kirishmasligi, mijoz xulqini to'g'ri tutishi kerak. Bu narsalar turoqsiz baxtning kishinidir. Baxtni bundoq bog'lasa, u qochmaydi, qoladi. Shoirning bu so'zi buningga guvoh. Shoirning bu so'zi so'zga ta'm qatadi. Kishi uchun davlat urkiga kiyikdekdir. Agar u kelsa, ching tut, tushab tizgilla. Tutishni bilsang, davlat tezib ketanmaydi, turadi. Agar tezib ketsa, sana yana tez navbat kelmaydi. Alining aytoldig'i javobi. Ali aytdi: "Ey baxt, seni tushundim. Seni qattiq so'ygan edim, sen mendan yuz o'ribsan. Agar o'zgarishchan turoqsizliqing bo'lmaganda edi, sening kelganliging qandoq yaxshi bo'ladi. Lekin turoqsizsan, bevafosan.
vaponi ko'rsatsan-u jafo qilasan. Ba'zida ota va onadan mehribon bo'lib, kulib qarab kishini olqiningda tutasan. Ba'zida ko'magandek yuzingni o'raysan. Butun qiliqing va so'zlaring boshqacha o'zgaradi. Yig'isan, to'plansa hammani qayta chachisan. Chaqirasan, sana yuzlansa, ishikni yopasan. Oytoldining alayki javobi. Oytoldi dedi. Ey davlatman Alik, barcha nuqson va fazilatlarimning etini aytdim. Menga kim erishib mahkam tutay desa, kerakli narsalarni aytib berdim, chami yassa tutsin. Meni tutquchi menga yugan sanmasa, kiyikdek qochaman, menga yetguchi kim bor? Tajribali qeri nima deganligini angla. Tajribali qerilar so'zi, so'zning qaymiqi. Baxt keladi, tutishni bilmasang ketadi. Sana mal beradi, yeyishni bilmasang uni oladi. Turaqsiz baxtga erishsang, uni naaydi mahkam tutdi. Agar mahkam saqlamasang, ishonginki qaytib ketadi. Baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim. Barliq naloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak. O'zi pok bo'lishi, to'g'ri yo'lda menishi lozim. Buning beg'i mushundoq, buni bilish kerak. Aligning oytoldig'i savoli. Alik aytdi: "Nuqson va fazilatingni tushundim. Sening bu oytoldi degan eting nima demakdir? Uning ma'nosi nima? Menga aytib ber. Uni bilay, tushunay, sana ishinay." Oytoldining alayki javobi. Oytoldi aytdi: "Mening etimni va mijozimni donolar oyga o'xshatadi. Oy tug'sa, dastlabda bak kichik tug'adi. Kun sari cho'ng'iyib yuqori ko'tariladi. Oy to'lin bo'lib bo'lsa, dunyoni yo'ritadi. Dunyo xalqi uningdan yo'riqlik oladi. Oy to'lib egizga ko'tarilsa, u yana kemiyishga boshlaydi. Chiroy husni ketadi. Yo'riqligi oziyib, oxiri yo'qaydi. Qayta tug'adi. Har kechasi oz-ozdan yana to'ladi. Men o'zimni shuningga o'xshayman. Ba'zan bor bo'laman-u, ba'zan yo'q bo'laman. Men har qancha zaif kishiga yuzlansam, kesib aytamanki, uning husni bag'an siri go'zallashadi. U beyib ulg'aysa, donqi yeyilsa, uningdan ketaman, uningmi shuhrat inovati ketadi. Yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi. Uning taq turqi yana qayta burunqidek bo'lib qoladi. Buningga taqlidan shoirning bir so'zi borki, shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir. Kishiga baxt keladi, nomi shuhratlik bo'ladi. Xuddi yangi oydek nuri ortib, oxir to'ladi. Davlat turaqsiz, talva, uningga ko'ngil bog'lama. Davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi. Sana etimning yana bir ma'nosini aytay. Uni anglagin. Buningda menga ishongin. Bu oyning o'rni o'yi o'zgarib turdi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Oyning burchi saratondir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi o'yga kirsa tezli chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerini bosadi. Qara, men o'zimni shuningga o'xshayman. Qiliqim ba'zida to'vallash, ba'zida yuqori o'rlash. Keliman, ketaman, hammadan burun yuraman. Dunyoni keziman, mening turaqliq o'rnim yo'q. Qiliqlarimning ma'nosi shundoq bo'lgani uchun donishmandlar nozik ma'nilik qilib, etimni oy to'ldi deb atadi. Shundoq. Men davlat bo'lsam-mu, nuqsonim va fazilatimni, kesilim ham uning davosini aytib berdim. So'zni ochiq so'zladim, endi menga ishon. Tashlayman desang tashla, tutaman desang tut. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alik aytdi: "Barcha so'zingni angladim. So'zlaring dilni yoritdi.
o'zingni yarading. Sendek bir kishini orzu qilgan edim. Ey arlar sardori, Xudo orzuyimni berdi. Xudo kimning orzu tilakini bersa, uningga javoban shukr qilguliq. Bugundan boshlab men tinmasdan, erinmasdan buning shukrini qilishim kerak. Bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim, aqil kishining nima deganligini angla. Ey ne'matga ega bo'lg'uchi azamat, shukr qil. Shukr qilsang, Xudo ne'matni oshiradi. Ne'matga ega bo'lg'uchi o'zini unutib qoladi. Buningga shukr qilsa, ne'mat yuz o'rmaydi. Az yaxshilik uchun ayati ko'p shukr qil. Erishgan ne'mating ko'p bo'lsa, uning qadrini bil. Shukr qilsang, bir ne'mat 10 bo'ladi. Bir 10 bo'lib, uyga mol dunyo to'ladi. Ali oy to'ldini olqishladi va kech kunduz menga qarishib tur dedi. Nurg'un mol dunyo mulk berdi, ko'p maqtadi. Qadrladi, ko'p oltin kumush berdi. Ali uningga hamma ishlarni so'zlab berdi. Hamma ishda uningdan aql va bilim talab qildi. Oy to'ldimi, bu qadr qimmatga erishib, chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni yana bir muddat sinab yurdi. Erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi. On yettinci. Kun to'g'di Ali oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, uyini xoli qildi, xiyolga cho'mdi. U oy to'ldini chaqirdi. Huzuriga yo'l berdi. Oy to'ldi kirdi va qo'l qo'shtirdi. U Alining qarshisida tik turdi. Ali xeyli vaqtgacha gap qilmay turdi. Ali uningga qarab ko'zi bilan imledi. Ishorat bilan "Kel, o'ltir" dedi. Oy to'ldi, asta ehtiyot bilan o'ltirdi. Ko'zini yaga tikdi, ko'ngli yo'ridi. Yoshirincha ko'z qiri bilan Aliga qarab ko'rdi. Ali qosh qopiqini turgan chiroyi surlik edi. U kumush kurs qo'yib ustida o'ltiratdi. Bu kursning putlari 3 ochmoq edi. Ali qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turardi. Oy to'ldi, uni ko'rib rostilla qattiq qo'rqdi va cho'nqur nafas oldi. Alining oy to'ldig'i savoli. Bir oz turgandan keyin Ali beshini ko'tardi va oy to'ldig'i aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda mo'shundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'zlamay turasan?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ay, davlatman Ali. So'zlash uchun menda jur'at yo'q. Bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryapman. Shuning uchun ayminayapman, ay dono. Ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan. G'azablangan chog'da baglarga yaqin borma. Bilimlik donishmand texmi yaxshi aytgan. G'azablangan chog'da baglar o't va zahar bo'ladi. Agar baglar qahriga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa, uningga yaqin turma, ey xushbi'il kishi. Baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa, uningdan yiroq tur, ziyni tegidi. Buningga taqlidan mundoq bir so'z bor. Buni esingda tut, o'zingni yaxshi ko'zat. Qahri kelgan chaqda baglarga yaqin borma. Yaqin boradi ekansan, qadrsiz bo'lishing aniq. Qara, baglar go'yo arslonga o'xshaydi. Qahri kelsa, bosh kesadi, ey bilimi ro'shan kishi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali dedi:
qeni manga o'z so'zlaringni ayt. Hozir nimaga tingirqab qolding? Aytoldining alayga javobi. Aytoldi dediki, mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir? Sening o'ltirguning qandoq kursi u? Buning ma'nosini ufqay, manga aytib ber. Ikkinchidan, qo'lingdagi nima pichoq bu? Bunimi men to'liq bilishim kerak. Uchinchidan, nima uchun o'ng tarafingda shakar, so'l tarafingda zahar turadi? Ma'nosi nima? Sapsasam g'azablik turasan. Buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim. Seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib, eg'iz echib murojaat qilolmadim. On sakkizinci. Kun tug'di alay oy to'ldig'i adolat sifatlarining qandoqligini aytdi. Ali aytdi: "So'zlaringni aniq tushundim. Bularni yeshib so'zimni aytay. Men seni dastlabki kuni chaqirdim. Shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim. Ashu ajoyib ishlarni menga ko'rsatib, meni qahrlantirding, ammo o'zing mahkam turding. Buni ko'rib g'azablansam, toptani qildim. Buningga savr qildim. Yana chiroyingni turding. Sen menga men baxtman, meni bilib ol. Sana uqtirib bundoq qildim, buni uqib ol dedim. Nima uchun undoq qilganingni ayrim izohlab berding. Men hamma narsani ochiq tushundim. Shu chog'da o'zringni qabul ko'rib kechirdim. Ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim. Bugun men o'z mijozim va barcha fazilatlarimni sana ko'rsatdim. Qarag'in, men adolat va qonunman. Qonunning sifatlari munulardir, diqqat qil. Qara, o'zim ustida o'ltirgan bu kursining 3 puti bor. Ey dilimning huzuri. 3 putliq narsaning hammasi qanqaymaydi. 3 puti tuz tursa qimirlamaydi. Agar 3 putun birasi egilib ketsa, qolgan 2sini qing'iydi, kishi yiqiladi. 3 putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi. Agar 4 putliq bo'lsa, qara, biri agri bo'ladi. Qaysi narsa tuz bo'lsa, hamma yeri uz bo'ladi. Barliq uz narsaga sepsasang, qilmishimi tuz bo'ladi. Qaysi narsa qing'aysa, u agri bo'ladi. Agri narsalarning hammasi yomonning uruqi bo'ladi. Har qanday tuz narsa pukilsa, tik turmay yiqiladi. Qaysi narsa to'g'ri bo'lsa, yiqilmay mazmut turadi. Qara, mening odatimmi egilmas, to'g'ridir. Agar to'g'rilik egilsa, qiyomat bo'ladi. Men ishlarni to'g'rilik bilan hal qilaman. Kishilarni bag toifasidan, qul toifasidan deb ayirmayman. Qo'limdagi bu xanjar pichoq kesadigan, pichadigan qoraldir, ey qudratli kishi. Men ishlarni pichoqdek kesaman, pichaman. Da'vo qilg'uvchilarning ishini o'zartmayman. Shikar zo'rliqqa uchrab, ishkimga kelib, mendan adolat tilagan kishi uchundir. U kishi shikardek lazzat bilan qaytadi. So'yinch tepib, chiroyi echiladi. Zahar o'tini o'zi zo'ravon, haqiqatan tazgan kishilar ichidi. Ular janjallashib menga kelsa, men adolat bilan hukm qilsam, zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman. Qopiqimning turilganligi, surlik bo'lishim, yuz xotira qilmasligim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir. Mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin, mayli yo'lovchi, o'tkinchi yoki mehmon bo'lsin, qonun oldida har ikkilisi men uchun birdek. Hukm qilganda hech biri menda farq topolmaydi. Qara, baylikning uli haq adolatdir. Baylar odil bo'lsa, hayotda halovat bo'ladi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan. Kimki aqlning so'zini esida tutsa, ishi o'ngishli bo'ladi. Baylikning uli
adolat ustiga qurilgandir. Baglikning yiltizi adolat yo'lidir. Bag elga qonun yurgizsa, u adil bo'lsa, istagan orzu tilaklariga erishalaydi. Oytoldining alayka savoli. Oytoldi yana aytdi: "Ey davlatlik Alay, nima uchun Alayning eti kun tug'di bo'ldi?" Alayning Oytoldiga javobi: Alay aytdi: "Olim mening adolatlarimni ko'rib, kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi. Kunga qaragan kamaymaydi, faqat to'lin bo'lib turdi. Yo'riqligi doim o'xshashli kuchlikdir. Mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi. Adolat bilan to'lib turdi, o'ksib qolmaydi. Ikkinchidan, kun chiqsa jahon yo'riydi. Yo'riqligini barcha xalqqa yetkazadi-yu, o'zi o'chmaydi. Mening qonuniyatim shundoq, o'zim yo'qolmayman. Odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdekdir. Uchinchidan, kun chiqsa yerga issiqlik beradi. Yerda rang-rang gul chechak echiladi. Mening qonunim qaysi elga yetib borsa, u el qoramtoshliq yer bo'lsa-mu obodlashadi. Chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi. Hammaga birdek yo'riqlik beradi, o'ksib qolmaydi. Mening odatim aniq shundoqdir. Mendan hammaga barobar o'lish tegadi. Yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi. Turg'un deganim uning asosi mustahkam deganimdir. Kun burchi arslan. Bu burch tavranmaydi. O'rnidan tavramaganligi uchun o'yi buzilmaydi. Mening odatlarimga baq, doim bir xildir. Yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman. Oytoldining alayka savoli. Oytoldi aytdi: "Ey davlatman Alay, jahonda el so'ra noming yeyilsin. Men uzun yo'l yurib, mushaqqat chekib, yerib charchab oldinga keldim. Bundaq odating, fazilating borligi uchun kuchlik orzu qilib, sening xizmatingga keldim. Menga aytqin, qanday xizmat qilay? So'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay. Xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa, qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi. Xizmat bilan yuksalgan, baxtga erishgan, elining dangdor odami nima deydi? Angla. Agar xizmatkor begiga xizmat qiladi ekan, baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutishi kerak. Baglar ro'yi bo'yicha xizmat qil. Xizmatidan bag rozi bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Xizmatchi xizmat qilishni bilsa, to'rga chiqadi. Xizmat qilishni bilmasa, to'rdan pagog'i tushadi. Xizmatchi begini noiti so'yindirsa, bu qul uchun qadr-qimmatning yo'li ochiladi. Aligning Oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Endi men so'zlaringni tushundim. Mening shodligimni tila, o'zingga qattiq ehtiyot qil. Men sana yaramsizlarni aytay. Yaramsizlarga yaqinlashma, pok yurgin. O'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir. Uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir. Tabiati oshko'z, o'zi ishda ham bo'lganlar, mijozi oldirang'u, ko'zlari hayosiz bo'lganlar, ish ustida qahrlangan, g'azablanganlar, bekotalab, haroqkash va qo'li agri bo'lganlar. Bu xil kishilar menga yaramaydi. Buni endi senga ochiq oshkora aytib berdim. Sen menga munosib holda yarashni xohlasang, bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut, ey shuhratli kishi. Shundoq qilsang, kundan kunga menga yaqinroq bo'lasan. Mening senga bo'lgan hurmatim, iltifotim oshadi." Oytoldining alayka savoli. Oytoldi dedi: "Bularni angladim. Yana bir so'zim bor. Unimi aytib ber. Yaxshilik qandoq bo'ladi? Nimaga o'xshaydi? Yaxshining mijoz xulqi qaysi tariqada bo'ladi?" Aligning Oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Yaxshining mijoz xulqi foydali bo'ladi. Xalqqa manfaati tegadi. Xalqqa hamisha ko'p yaxshilik qiladi. Kishidan shuhrat tilamaydi, minnat qilmaydi. O'z foydasini ko'zlamay, kishilarga foyda keltiradi. Bu foydasi uchun badal talab qilmaydi.
Aytoldining alayga savoli. Aytoldi yana aytdi. Bu so'zlarni tushundim. Yana bir tilakimni sendan so'rayman. Menga to'g'riliq haqida so'zlab bergin. İnsanning hayotini yo'ritadigan to'g'riliq qandoq bo'ladi? Nimani to'g'ri yo'l deb ataydi? To'g'riliqning uli qandoq bo'ladi? Aligning aytoldiga javobi. Alig aytdi: "Qara, to'g'ri erning tili bilan dili birdek bo'ladi. İşçi teşidek ve teşi işidek bo'ladi. Chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi. Yurakini olqiniga elib, insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin. Baxtli bo'lib, yuksilish uchun kishiga to'g'riliq zarur. Ishonginki, to'g'riliq kishilikning nomidir. Odam qiz nodir emas, balki kishilik qisdir. İnsanlar az emas, balki to'g'riliq ozdir. Buningga taqlidan shoir ushbu so'zni aytgan. Endi sana so'zladim, senmi ko'gin? Menib yurgan inson nihoyat ko'pdir. To'g'ri, chin va haq odam men uchun nihoyat aziz. Kishi qadrlik emas, balki kishilik qadrlikdir. Aql idrok to'g'ri, chin kishilarni maqtaydi. Aytoldining alayga savoli. Aytoldi yana aytdi. Davlatman Ali bana endi bu sözning sirini ichib ber. Yaxshi kishilarning yomon bo'lishi mumkinmi? Yomonlarmi bir kuni yaxshilarga ergishami? Aligning Aytoldiga javobi. Ali aytdi: Yaxshilar ikki turlik bo'ladi. Buning biri haqiqiy holda yaxshilik yo'lini tutadi. Biri onadan tug'ilibli yaxshi bo'ladi. U to'g'ri va durust hayot kechiradi. Qara, yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar. Ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi. Yomonlarmi ikki turlik bo'ladi. Bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama. Bulardan biri tug'mi yomonlardir. Bunday kishi o'lmigacha kiri tozalanmaydi. Yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar. Bularning do'stlari yaxshi bo'lsa, umi yaxshi yo'lga mangadi. Tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi. Jahon xalqi uningdan foyda oladi. Tug'mi yomon bo'lsa, uningga davo yo'q. U dunyo uchun balo va xalq uchun jukdir. Buningga taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki, buni angla va tushunib o'zlashtirgin. Yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa, bundaq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi. Kishining tabiati bilan qo'shilib yaratilgan qiliq o'lim buzmagacha hargiz buzilmaydi. Onaning qornida paydo bo'lgan mijoz va odat bo'z yer qetig'iga kirgandila ketadi, ay dona. Agar yaxshiga bir yomon yo'ldosh bo'lsa, uning qilmishlari yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi. Yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa, barliq yaxshiliklarga yetmek uchun mash'alga erishadi. Qara, yana bir sabab shuki, yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'rilab oladi. Begi yaxshi bo'lsa, barcha xalq tartiblik, qiliqlari yaxshi, xuy payli go'zal bo'ladi. Baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa, yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Yomonlar baglarga yaqin bo'lsa, eldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi. Yomonlar bosh ko'tarsa, yaxshilar yo'qoladi. Yaxshilar hukmron bo'lsa, yomonlar oradan ketadi. Agar baglar baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan, butun xalqmi shubhasiz yaxshi bo'ladi. Agar baglar o'zi yomon bo'lsalar, u elde yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi. Baglar begi bir yaxshi qonun turg'izganki, yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir. Agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa, uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi. Agar baglarning o'zlari yaxshi bo'lsa,
bütün xalqi beyidu, dünya tuzuludu. Aytoldining alayki suali. Aytoldi yana shundoq dedi. Bularni tushandim. Ali bu so'zlarni nihoyat to'g'ri aytdi. Bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi. Foydali bo'lg'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi. Uni butun inson so'yidi, xohlaydi, orzu qiladi. Uni istaganlar uningga qandoq erishidi? Alining Aytoldiga javobi. Ali aytdi: yaxshilik esil narsadir. Esil narsani doim esil kishilar xohlaydi. Qaysi narsa esil, nodir va qadrlik bo'lsa, uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi. Yomonlik va uni qilg'uvchilar qadrsizdir. Yovuz ishmo qadrsizdir. U yomonlikqa ep boradi. Qandoq narsa qadrsiz bo'lsa, yerda yotadi. Tovar durdun qimmatlik bo'lg'achqa to'rda turadi. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek eg'ir ishdir. Yomonlik tövenge tushishdak erishmak osondir. Qara, aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki, aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi. Bu ishni qilaman debmi hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qanday narsani bejirish eg'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Aytoldining alayki suoli. Aytoldi aytdi: ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan. Uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi? Farosatliklar uni uqqandi, nima ekanligini bilamdi. Alining Aytoldiga javobi. Ali aytdi: yaxshilik doim maqtaladi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi. Kishilarga doim yaqinlik qilg'uvchi armo, agar yomonlar bo'lmasa, yaxshi ish qilolmaydi. Yomonlar xo'rlanganligi va kamsitilganligi uchun yaxshilarga kun bermaydi, yaratmay yuradi. Kim yaxshilikni xohlasa, yaxshilik qiladi. Xo'rlash va kamsitilishga pisand qilmaydi. Kimiki bugungi shodlikni tilasa, u yomonlik qiladi, keyin qayg'uradi. Yaxshilik tilaguvchi nima deydi? Angla. Doim yaxshilik qil. Yaxshilikni o'zingga hamroh qil. Yaxshilikning bugun sana hech ziyni yo'qdir. Bugun ishonginki, keyin uning foydasi bo'ladi. Yomonlik bugun foydaliqdek ko'rinsimi, u ati ziyon keltiradi. Buni farosat bilan uqqin. Yaxshilik o'ng bo'lsa, yomonlik so'ldir. So'lingda davzax, o'ng tarafingda jannat bor. Yomonlar bugun qanchalik huzurlansimi, atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi. Yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimi, ata u yerda o'kinmaydi. Ishi o'ngishliq bo'ladi. Ey Aytoldi, sen buni haqiqat deb bilginki, yaxshi nom bilan o'lsam, o'kinchsiz bo'laman. Odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan. Odil kishining tili so'zlarga asos soladi. Boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa, ey yaxshi, men seni orzu qilib tilayman. Ey yaxshi, aytqincho, sana kim to'yidi? Qani berika, men sana to'ymadim, tex oshman. Yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsa-mu, men shu yaxshi kishiga hamroh bo'lishga roziman. Baglik menga yomonlik bilan keladigan bo'lsa, bundoq baglik kerak emas. Uni sana berdim. Kishining tabiati yomondir. Buni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Halovati nihoyat qisqa, o'kinchi uzun. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytgan. Uni uqsang ma'nosi echiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Qara, qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi.
atangan yamanlar ahir qattiq pushaymon qiladi. Yamanlık qilsa, yamanlıkning javobi o'kinch bo'ladi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, yomanga o'sh ol. Yomon kishilarni qandoqmi maqtay? Nimishqimi yomon ishni arzu qilay? Askilik, paskashlik, johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir, ey ulug' kishi. Balo, azob, mushaqqat va o'kinchlik ko'z yoshi yomonlik uchun berilgan javob, ey yigit. Qara, bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay, bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay. Sexilik, odamgarchilik, manfaat va yaxshilik aniqki yaxshi kishilardan keladi. Yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzalidir. Yaxshi ish ishlarning eng afzalidir. Do'sting yaxshi bo'lsa, nima xohlasan qila olaysan. Yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak. Huzur, halovat, orzu, ne'mat, g'urur va xushol-xuramlik yaxshilikning javobi bo'ladi. Ali aytdi, aytoldi. Bu so'zlarni uqqin, so'ragan savolingga shundoq javob berdim. Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi: "Ey muqaddas baxt, ey yaxshi qonun, dunyoning hokimi bo'lding. Ömrün uzun bo'lsin. Halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin. Bagliking va saltanating buzilmasin. Shod-xuram kulib rohatda yasha. Ulug'liq bilan ko'p Allohga hokim bo'l. Baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin. Orzularing qurimas eqindak eqib tursin. Davlat qeyrimas xizmatchidek doim ishkingda tursin. Barliq xushalliqning hammasi sangla kelsin. Düşmanlar qayg'u bilan zaiflashib o'lsin. Sen har kimning xizmat qilishiga arzisan. Arzigan kishiga xizmat qilsa, baxt eshik ochadi. Xizmat ko'rsatgan va xizmati bilan orzu tilikiga erishgan kishi nima deydi? Angla. Xizmat qilma. Agar qilsang arziganga qil. Layoqatlik bag xizmatkorining haqqini biladi. Xizmat qilma. Agar qilsang sexiyning xizmatini qil. Bilginki, sexiyning uyi oltin, ishki ko'mishdir. Ey xizmat qilg'uchi, xasisga xizmat qilma. Bo'lmasa umring zoyi ketadi, o'zing yomon bo'lasan. Xasis o'z narsasini o'zidan ayaydi. Aytqinchu, qandoqmi boshqaning haqqini beradi? Aytoldi so'zini tugatdi, turib tashqariga chiqdi. Shodliq cho'mib o'z uyiga yo'l oldi. Shundan boshlab tavranmay xizmat qildi. Kechasi ko'za tuturdi, kunduzi aram olmadi. Haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Shu xilda yana bir qancha zaman o'tdi. Oy to'ldi, o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi.